Menga eng ko'p beriladigan top 3 ta savolga javob beraman. Birinchisi, qachon turmushga chiqasiz? Men Tokay o'zimga mos keladigan, men tushunadigan, har tomonlama qo'llab-quvvatlaydigan insonni topmagunimcha turmushga chiqmayman. Lekin bu degani men bu dushi hayotimda bunaqa narsa umuman bo'lmaydi degani emas. Ikkinchisi, bu sizni asosiy kasbingiz nima? Meni asosiy kasbim umuman blogerlik sohasidan ham, modellik sohasidan ham, umuman san'at, madaniyat, ana shunaqa blogerstva sohasidan вообще yiroqda. Lekin bu narsani hammaga oshkora qilgim kelmaydi, chunki nima deydi, o'zimni lishniy shaxsiy, masalan, blogerstva bu meni hobbiyim, bir hunarim kabi narsa bo'lsa, u kasbim bilan ikkalasini qo'shgim kelmaydi. Va uchinchisi, yoshingiz nechida, qayerdansiz, nechanchi yilsiz, shunga o'xshash savollar. Oxirgi marta javob beraman. Men kelib chiqishim aslida Buxorodan, 2001-yilman. Hozir 24 yoshdaman. Shu yil meni mo'ljalim bo'lib o'tdi. Ikkinchisi, yana qanaqa savollaringiz bor, bemalol kommentariyaga yozinglar. Maksimal darajada barchasiga javob berishga harakat qilaman va yana bitta yangilikni aytib o'tmoqchiman. Men endi YouTube kanalda ham, YouTube ijtimoiy tarmog'ida ham demoqchi edim. O'zimni kanalimni ochdim. Bemalol tepadagi profilimga turgan silkadan foydalangan holda u yoqqa ham o'tib, a'zo bo'lib, kirib kuzatib borishingiz mumkin. U yoqqa Instagramga, TikTokga, Telegramga chiqmagan yangicha kontentdagi videolar chiqadi. Hammaga rahmat.